14-fasl. Abul Qosim. Kunlar o'ta boshladi. Ular bir-biriga qattiq muhabbat qo'ydi. Muhammad Makka ahlining maslahatgo'yiga aylandi. Biron kattaroq ishni boshlash oldidan uni chaqirishar. Uning fikrini olmasdan turib, biron ishga qo'l urishmasdi. Kunlar o'tgan sayin Hadicha farzand ko'rishni orzu qilar. O'rtalaridagi muhabbat mustahkam bo'lishini istardi. Turmush qurganlarga 2 yil to'lgach, Alloh ularni niyatiga yetkazdi. Farzandli bo'ldilar. Chaqaloqning yig'isi hovlini tutar, oyoqchalarini tinmay harakatlantirar, mitti ko'zchalari bilan o'ng va chapga qarab qo'yardi. Unga Qosim deb ism qo'yishdi. Muhammadning qalbi quvonchga to'ldi. Hadicha ham nihoyatda xursand edi. U endi Muhammadni Abul Qosim deb chaqirardi. Odamlar ham uni Abul Qosim deb atay boshlashdi. Qosimning tug'ilganiga 1 yil to'lmasdan singlisi Zaynab ham yo'rgakda ota-onasiga tabassum qilib qarab yotardi. Hadicha Muhammadga o'g'il qiz tug'ib berganidan xursand edi. Kunlardan bir kuni Qosim kasal bo'lib yotib qoldi. Davolashga harakat qilishdi. Muhammad farzandiga ma'yus tikilib turardi. O'g'il vafot etdi. Allohning irodasi va qudrati barcha xohish-istaklardan ustundir. Hadichaning ko'z yoshlari sel bo'ldi. Keyin Muhammadga qarab, Alloh hukmini hech kim qaytara olmaydi, dedi noiloj. Oy kuni yaqinlashganda Hadicha Parvardigorga iltijo qilib, undan o'g'il so'radi. Ruqiya tug'ildi. Parvardigorga yana yolvorib, keyingisi o'g'il bo'lishini so'radi. Ummu Gulsum tug'ildi. Allohdan o'g'il farzand bilan xursand qilishni tiladi. Fotima tug'ildi. U o'g'il tug'maganiga g'amgin, xafa bo'ldi. Faqat Muhammadning qizlarini qattiq sevishi uning g'amini aritar, yengillatardi. Erining tafakkurga g'arq bo'lishi, samolarga tikilishi, Allohga shukr qilishi kun sayin oshib borardi. U odamlardan uzilib, ko'p vaqtini uzlatda o'tkazardi. Uyda o'zining hujrasi bor edi. Birgalikda 14 yil yashashdi. Undan biror marta yomon so'z eshitmadi. Muhammadning yoshi 40 ga yaqinlashgan sayin yuzda kundan kunga payg'ambarlik alomatlari ziyoda bo'la boshladi. So'zlarda payg'ambarona ma'nolarni ilg'ash mumkin edi. Bir kuni uyqudan uyg'ongach, ko'rgan tushini aytdi. Ko'p o'tmasdan uning tushi amalda zohir bo'ldi. Hadichaning quvonchi ortdi. Erining payg'ambarligini ko'rish orzusi kuchaydi. Unga bo'lgan mehribonligi yanada oshdi. O'zining qalban poklanayotganini his qildi. Muhammad Makkadagi baland chiqish qiyin bo'lgan Hiro tog'ini tanladi. Yilda 1 yil o'sha yerda ibodat qiladigan bo'ldi. Ramazon oyida kerakli un, tuz va yog' olib, o'sha tog' sari yo'l oldi. Mashaqqatli yo'l bosib, cho'qqiga ko'tarildi. Baland cho'qqidagi g'orda o'ziga joy hozirladi. Odamlardan uzildi. Dunyo xoyu havaslardan uzoqlashgan holda Allohga yuzlandi. Turmush baqir-chaqirlardan, shovqin-suronlardan yuz o'girdi. Odamlarning yolg'onchiligi, ikkiyuzlamachiligi, bema'ni so'zlaridan yiroqlashdi. Inson va Alloh orasida parda bo'ladigan har qanday narsani tark etdi. Ramazon tugagach, Hadichaning huzuriga qaytdi. 1 oy davomida mashaqqat chekkan edi. Rafiqasi uning charchog'ini yozib, xursand etishga harakat qildi. Shirin, muloyim so'zlar bilan uning og'riqlarini artishga kirishdi. Hiro tog'ida u bilan birga bo'lib, baland cho'qqilarni ko'rishni orzu qildi. Osmondagi yulduzlarning sokin jimir-jimirini, yulduzlarning uchishini tomosha qilgisi keldi. 1 oy mobaynida eri bilan birga bo'lishni xohladi. Kelasi yilning Ramazoni ham yaqinlashdi. Hadicha safar jabduqlarini tayyorlashga kirishdi. Muhammad oldingi yildagidek Hiro tog'iga yo'l oldi. Bu yil uni shirin so'zlar, o'zgacha mehribonlik bilan kuzatib qo'ydi. Ko'nglini oydinlik chulg'adi. U intiqlik bilan kutgan kunlar yaqin qolgan edi. Allohdan o'sha kunlarda ham payg'ambarning yonida bo'lishni so'rardi.